Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük haberlerini görüşüngana kızgın karşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. O'zbekiston xalqi Xitoyga noroziligini bildirdi. O'zbekistonda Xitoylarning chekdan oshgan turli faoliyatlari ko'payishga boshlagan bo'lib, O'zbek xalqi buningga qarshi turli yozmalar bilan norozilik bildirgan. Oldingi kunlarda tarqalgan mushriklar Toshkentda mavzuliq bir yozmada Xitoylarning O'zbekiston qonunini ko'zga ilmay xohlagancha ish qilishga boshlaganligi, agar Xitoylar qilgan faoliyatni O'zbek xalqi qilgan bo'lsa, hukumatning ularni putini yerga tekkizmasdan elib ketadiganligini, ammo navbatda Xitoylarning O'zbekistonda xohlagancha faoliyat qilayotganligi, rayonlik hukumat yoki bexatarlik organlarining bu ishdan xabarining yo'q ekanligi bildirilgan. Yozmada yana bugungi kunda Xitoyning O'zbekistonda zo'r miqdorda qarz berish bilan birga Xitoy fuqarolarining birlashma korxonalarni, savdo rayonlarini qurish bahonasida O'zbekistonga muqim o'rinlashib ketganligi, oxirida davlat qonunlarini ko'zga ilmagan holda harakat qilishni boshlaganligi, Xitoylarning texmo haddidan eshib, qonunsiz faoliyat va namoyish tashkillashidan hech kim hayron qolmaydigan holatga kelganligi, Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarning ilgari Xitoylarning harakatlariga sal qarag'anligi sababli bugungi kunda beshiga og'ir kunlar kelganligi ta'kidlangan. Yozmada oshkorlanishicha, Xitoylar Toshkentda Xitoy bayrog'ini ko'tarib ommaviy faoliyat o'tkazgan bo'lib, O'zbekiston hukumati va ko'chmanlar idorasi Xitoylarning bu harakatlaridan xabarsiz ekan. Mazkur faoliyatni 15 fevral atiganda poytaxtning Chilonzor rayonidagi davlatlik bog'cha tavallikida yashayotgan Xitoy fuqarolari tashkillagan bo'lib, faoliyatda Xitoy bayrog'ini ko'targan Xitoylar ovozini ko'tarib, har xil shuar to'lab ommaviy faoliyat o'tkazgan. Xitoylar ko'tarib olgan plakatda "Biz kuchlikmiz" degan xatlarning yozilganligi ma'lum bo'lgan. Yozmaning oxirida O'zbek xalqining Uyg'ur qarindoshlarining Sharqiy Turkistonda beshidan kechirayotgan og'ir sinoqlardan saboq olishi, to'g'ri xulosa chiqarishi kerakligi, chunki tarixdan to'g'ri yakun chiqarmagan millatning oxirida o'zi ziyon tortadiganligi, buningga ko'p qitim shohid bo'lganligi bildirilgan. Myunxen bexatarlik yig'inida Xitoy masalasi muzokara qilindi. Myunxen bexatarlik yig'inida texnika sohasida tirkishayotgan Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi texnika raqobati nuqtaliq muzokara qilindi. Janubiy Xitoy Sahar gazetining 17 fevral xabar qilishicha, Myunxen bexatarlik yig'inida mutaxassislar Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi texnika sohasida kunsiri kuchayotgan yangi so'g'oq munosabatlar urush masalasini muzokara qilgan. Ular Xitoyning sun'iy aql va harbiy texnika jihatdagi ilgirlashlarini tilga olgan. Sobiq parlament a'zosi Mike Gallagher Amerikaning mablag' silish va ilg'or o'zak eksportini kontrol qilish orqali texnika ustunligini saqlab qolishining zarurligini ta'kidlagan. Xabar qilinishicha, yig'inga qatnashuvchilar Xitoyning texnika jihatda Amerikadan eshib ketishidan, bo'libmi sun'iy aql jihatda eshib ketishidan andisha qilayotganligini bildirgan. Yig'inda Amerika bilan Yevropa ittifoqi unumli raqobatlashish uchun hamkorlashishga rag'batlantirilgan bo'lib, Tayvan atrofidagi keskin vaziyat va harbiy texnika taraqqiyotining ta'siri qatorliq masalalar muhokamaning asosli nuqtalari bo'lgan. Amerika Tayvanning mustaqilligi masalasida pozitsiyasini o'zgartdi. Amerika hukumati organ to'r betidagi Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz degan so'zni o'chirayotgan bo'lib, Tayvan hukumati buningga rahmatini bildirgan. Al Jazeera kanalining 17 fevral xabar qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi organ to'r betidagi Tayvanga aloqador bayonlarni yanglab, Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz degan iborani o'chirayotgan. Bu qitimqi yanglashda Tayvanning xalqaro tashkilotlarga qatnashish huquqi borligi alohida ta'kidlanish bilan birga, Xitoy bilan bo'lgan talash-tortishlarni tinch yo'l bilan hal qilish kerakligi qayd qilingan. Bu yangilikni e'lon qilgan bayonotchi buning normal yangilanish ekanligini, aslidagi talab bo'yicha Amerikaning bir Xitoy siyosatida chang turganligini qayta ta'kidlaydiganligini hamda navbatdagi vaziyatni bir taraflama o'zgartishga qarshi turganligini bildirgan. Tahlilchilarning aytishicha,
Bu o'zgarishlar Amerikaning Tayvan masalasi haqida Xitoyga bergan muhim signal ekan. Tayvan amaldorlari bu o'zgarishni qarshi olgan va bu yangilikni Amerika bilan kuchli hamkorlik munosabatining belgisi deb qaragan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Go Jiakun 17 fevral bu vaqtda ifoda bildirib, Amerika hukumatining aloqador o'zgartirish harakatining amaliyotda Tayvan masalasidagi chekinish ekanligi, atalmish bir Xitoy siyosatiga va xalqaro qonunlarga zid ekanligi, Tayvan mustaqilcha kuchlarga xato signal bermasligi kerakligi haqida jar soldi. Xi Jinping Xitoy savdogarlari bilan jiddiy yig'in ichishga majbur bo'ldi. Xi Jinping Xitoy savdogarlari bilan yuqori darajalik yig'in ichib, Xitoy duch kelayotgan xatarlarni muzokara qilgan. Janubiy Xitoy Sahar gazetining 17 fevral xabar qilishicha, Xitoy raisi Xi Jinping dangliq shaxsiy korxonchilar bilan yig'in ochgan bo'lib, qatnashuvchilar orasida Xiaomi, Alibaba, Biyadi va Huawei qatorliq shirkatlarning xo'jayinlari bor ekan. Yig'inda Xitoy bosh ministri Li Qiang qatorliq yuqori darajalik siyosiy amaldorlar qatnashgan bo'lib, bu yig'in Xitoyning iqtisodiy sohada shaxsiy egilik tiklash ishonchini kuchaytirishni maqsad qilgan. Bo'libmi Xitoydagi ichki ehtiyojning ojizlashishi va tashqi qiyinchiliklarning kuchayishi texmi muhim sabab bo'lgan. Bir siyosat tadqiqot markazining bildirishicha, agar Xi Jinping savdo sohasini qo'llaydigan pozitsiyasini ko'rsatsa, iqtisodga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Aksicha, agar Xi Jinping shaxsiy korxonalarga qarata davlat kontrolligini ta'kidlagan taqdirda, Xitoydagi bozor vaziyatining nacharlashishini texmi kuchaytirishi mumkin ekan. Bu yig'in Xi Jinpingning kam uchraydigan faoliyatlardan biri bo'lib, uningdan burungi o'xshash yig'in 2018-yili 9-oyda o'tkazilgan. Xitoy armiyasi Kanadaga norozilik bildirdi. Xitoy armiyasi Kanada harbiy paraxotining sezgur hisoblanadigan Tayvan bo'g'zidan o'tganligiga norozilik bildirganligini da'vo qildi. Xitoy armiyasi Kanadaning HMCS Ottawa nomli harbiy paraxotining Tayvan bo'g'zidan o'tganligini tanqid qilib, vaziyatning keskinligini kuchaytirdi va qonuniy prinsiplarni burmildi deb ayblagan. Xitoy Sharqiy urush rayoni qo'mondonlik shtabi Kanada qo'g'dug'uchi kemasining bo'g'zidan o'tishini kuzatganligini bildirib, Kanadaning bu rayondagi tinchlikni qasddan buzganligini, qonun nizomlarga xiloflik qilganligini, qismlarining tahdid deb qaralgan har qanday harakatga taqobil turish uchun yuqori tayyorlik holatida turganligini da'vo qilgan. Xitoy Tayvan bo'g'zining o'ziga tava ekanligi haqida jar silib kelayotgan bo'lib, chet davlatlarning faoliyatlariga turli usullari bilan to'sqinlik qilmoqda va shundoqla qutratqulik harakatlarni kuchaytirmoqda. Arab davlatlari mushkul tanlashga duch keldi. Trumpning G'azza xalqini yurtlaridan quvlab chiqarish plani sababli Arab davlatlari mushkul tanlashga duch kelgan. Muhofizatchi gazetining 17 fevral xabar qilishicha, Arab davlatlari Amerika prezidenti Donald Trump o'ttirg'a tashlagan G'azza planining ta'siriga taqobil turishga tirishayotgan bo'lib, bu plan Arab rahbarlari orasida kuchli qarshilikqa uchragan. Yaqinda Iordaniya podshohi Abdullah bu masala haqida Oqsaroyda bisimga duch kelgan. U Trumpni qo'llash bilan G'azzadagi irqiy tozalashni rad qilish orasida tamponlikni saqlashga tirishgan. Shuningga o'xshash Misr prezidenti Abdul Fattah Sisi Washingtonga berish taklifini rad qilgan. Bu Misrning Amerikaning yordamiga tayansimi G'azza xalqini ko'chirish planiga qarshi turganligini ko'rsatgan. Saudiya jamiyatimi Amerikaga ziyoratga berish taklifini rad qilgan. Bu uning Isroiliya bilan hamkorlashish pozitsiyasining o'zgarganligini ko'rsatgan. Bildirilishicha, Arab rahbarlari Saudiya Arabistonda jiddiy yig'in ichib, Trumpni Arab ellaridan yaroqlashtirmaydigan va o'z xalqini norozi qilmaydigan birlikka kelgan bir plan bilan inkas qaytarishga tirishmoqda. Trumpning planini qabul qilish ularni davomlashtirayotgan Isroiliya-Falastin to'qinishining sherikiga aylantirib qo'yish mumkinligi sababli birlikka kelgan strategiya tuzishining zaruriyati texmo kuchaygan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.